Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Ustoz AI platformasida ro'yxatdan o'tish tizimiga kirish va portfolio bo'limini qanday so'zlashni ko'rsatib beraman. Avvalo, ilovani yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun Google Play yoki App Store'dan Ustoz AI ilovasini yuklab olamiz. Ustoz AI deb yozib ichiga kirib, o'rnatish tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Ilova yuklanayotgan paytda uni quyida ilova haqida ma'lumotlar ko'rib o'tishimiz mumkin. Ilova haqida turli ma'lumotlar ilovani yuklab olishingizdan oldin ko'rsatib o'tilgan bo'ladi. Ilovani o'rnatib bo'lganimizdan so'ng ilovaga kiramiz va unda quyidagi oynalarni ko'rishimiz mumkin. Peshqadamlar kurslarini tomosha qiling va peshqadamlarga safiga qo'shiling. Yoki undan keyingi oynada esa biz ko'rishimiz mumkin ustoz ko'yini, ya'ni har bir muvaffaqiyatli yechilgan test uchun ustoz ko'yinlarga ega bo'lish haqida. Undan keyingi oyna esa do'kon. Bunda ustoz ko'yinlarini do'kon bo'limida har xil sovg'alarga almashtirishingiz mumkinligi haqida ma'lumotlar berib o'tilgan. Ro'yxatning pastki qismida, ekranning pastida ro'yxatdan o'tish va kirish qismini ko'rishimiz mumkin. Biz ro'yxatdan o'tish qismini bosishimiz kerak. Bunda ikki xil usulda ro'yxatdan o'tish mumkin. Ya'ni Google orqali yoki telefon raqami orqali. Biz birinchi telefon raqami orqali ro'yxatdan o'tib ko'ramiz. Shuning uchun o'z telefon raqamingizni yozishingiz kerak bo'ladi. Men video ekanligini tushuntirganim uchun men misol uchun telefon raqam yozaman va davom etish tugmasini bosaman. Bu yerda shaxsiy ma'lumotlar chiqadi. Shaxsiy ma'lumotlar, ism, familiya va parolingizni kiritishingiz kerak bo'ladi bu yerga. Men videochi olayotganimcha, shuning uchun video qo'llanma deb ism familiyamni yozdim va davom etish tugmasini bosamiz. Davom etish tugmasini bosganimizdan keyin bizga tasdiqlash kodi keladi. Tasdiqlash kodi siz yozgan raqamga keladi. Raqamga kelgan tasdiqlash kodini biz kiritishimiz kerak bo'ladi va davom etishni bossak profilimiz ochiladi. Endi ikkinchi usul esa bu Google orqali ro'yxatdan o'tish hisoblanadi. Uning uchun Google tugmasini bosishimiz va Google'ga kirishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda bizning Google akkauntlarimiz ko'rinadi. Men test uchun akkaunt ochganman, yangi profil uchun, shuning uchun shu emailni tanlayman, Google akkauntni. Bu yerda shaxsiy ma'lumotlar yana so'raladi. Shaxsiy ma'lumotlar, ism va familiya so'raladi bu yerda. Ismimizni va familiyamizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Video uchun yozayotganligim uchun men bu yerga video qo'llanma deb ism familiya kiritdim. Va bizga profil oynasi ochiladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda profil oynasini ochib bo'ldik va unda nima narsalar borligidan birin-ketin ko'rib o'tishimiz mumkin. Shaxsiy ma'lumotlarda o'zingiz ma'lumotlaringiz, manzilingiz va ta'lim turini tanlashingiz mumkin. Ta'lim turi bosib turib, universitet yoki maktab ta'limga muassasasi tanlaysiz. Keyingisida esa manzil berib o'tilgan. Bosib manzilingizni, hududingizni kiritishingiz mumkin. Keyingisi profil, ya'ni shaxsiy ma'lumotlar bu yerda. Ism, familiya, tug'ilgan yil va jins tanlanadi. Men o'zim tug'ilgan yilimni tanlayman bu yerdan 2003-yil 13-avgust tanlab olib, saqlash tugmasini bosaman va shaxsiy ma'lumotlarim bu yerga saqlanadi. Undan keyingi bo'lim esa biz ko'rishimiz mumkin sertifikatlar bo'limi. Sertifikatlar bo'limi hozir kirsak bo'sh bo'ladi, chunki biz hech qaysi kursni o'qib hali sertifikat olganimiz yo'q. Shuning uchun bu yer bo'sh turibdi. Sertifikat olganimizdan keyin bu yerda sertifikatlar paydo bo'ladi. Keyingi bo'lim esa til, ya'ni o'zbek tilini yoki qoraqalpoq tilini tanlashingiz mumkin. Keyingisi ovoz va vibratsiya. Keyin rejim bor va kun-tun rejimi. Buni o'zingizga istalganini tanlab saqlashingiz mumkin. Keyingisi esa bu donut bo'limi hisoblanadi. Ya'ni ustozlarni qo'llab-quvvatlash uchun, moliyaviy tomondan yordam berish uchun pul o'tkazishingiz mumkin. Ya'ni kursda tezroq va sifatli chiqishi uchun yordam berishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda hozir pul o'tkazmaganligingiz uchun bizda bo'sh turibdi. Undan keyin bo'lim esa ilova haqida. Ya'ni ilovaning shaxsiy profillarini ko'rishimiz mumkin. Instagram, Telegram yoki YouTube'dagi profillari, linklari bu yerga qo'yilgan. Siz kirib o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Keyingi bo'lim esa bu foydalanuvchi shartlar hisoblanadi. Bu yerda Ustoz AI foydalanuvchisi qanday qoidalarga rioya qilish haqidagi ma'lumotlar ko'rsatib o'tilgan. Buni o'zingiz uchun alohida o'qib olishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi bo'lim esa do'st taklif qilish bo'limi hisoblanadi. Bu bo'lim hozircha bizda bo'sh, kirib ko'rsak bo'sh ko'rinadi. Bu bo'limda nechta do'st taklif qilishingiz va nechta do'st taklif qilsangiz qancha coin berish haqida ma'lumotlar berilgan. Ekranda ham ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni nechta do'st taklif qilsangiz sizga qancha coin berish haqida. Yoki do'stlaringiz sonini ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Undan keyingi bo'lim esa bu chiqish. Biz hozir chiqishimiz shart emas, shuning uchun buni tugmani bosmaymiz. Keyingisi esa yuqorida ko'rsatilgan Ustoz AI Pro, ya'ni premium sotib olish. Bu haqida to'liqroq video chiqaramiz, qanday sotib olish haqida. Asosiy oynaga o'tib oldik. Bu yerda kunlik bonusni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni har kuni coin yig'ib borishingiz mumkin kunlik bonus orqali. Bu 7 kunlik bo'ladi va 7 kunga mo'ljallangan coinlar sizga berib boriladi. Uning uchun ilovaga har kuni kirib borishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin quyida esa biz ko'rishimiz mumkin o'yinlar bo'limida Ustoz AI Fortuna
Bu yerda baraban berilgan va bir kunda barabanni 3 marta aylantirish orqali siz koinlarni oson yig'ishingiz mumkin bo'ladi. Barabanda 30 ta koin, ustozai premium uchun 10% chegirma yoki smartwatch, 2 ta koin, 5 ta koin, 10 ta koin, notebook, AirPods kabi sovg'alar qo'yilgan. Siz har kuni davomiy fortunaga, ya'ni barabanga kirib turib, aylantirish orqali turli sovg'alar yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda har kuni barabanda nima tushganlarini baraban tarixi orqali, ya'ni yutuqlar tarixi orqali ko'rib o'tishingiz mumkin bo'ladi.